أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 177. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Dövende İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesinin Bakara suresi 177. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sizlerning kun chiqqan ve kun patqan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Belki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Allah nazil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allah'ını söyüş yüzüdün hiç akrabalarga, yetimlerge, miskinlerge, İbn-i Sebillerge, yani pul milidin alaqısı üzülüp kalgan musafirlarga, saillarga ve kullarının azatlıkka erişişige pul mal yardım beriş, namaz okuş, zakat beriş, ehdige vapa kılış, yoksuzlukka, kesellikka ve Allah'ın yolunda kılıngan uruşqa berdaşlıq beriş yaxşı amallarga kirdi. Ani şula, yani yuqorqi sifatlarga ega kishilar imonda rastchil odamlardir. Ani şula taqvodor odamlardir. Barliq yaxshiliklar to'g'risida. Bu ayet nurg'unlagan fasahatlik so'zlarni, umumyuzlik qoidalarni ve to'g'ri aqidani o'z ichiga oladi. Bu ayetning ma'nosi shuki, Allah Taala mu'minlarni birinchi qitim Baytul Muqaddasga yuz keltirishni buyurgan bo'lsa, keyin ularning Baytul Muqaddasdan Ka'baga yuz keltirishiga buyurgan chaqda bir turkum ahli kitob va ba'zi musulmonlarga ig'ir tuyuldi. Ondan Allah Taala unda qilishning hikmatini bayon qilib, bu oyatni nozil qildi. O hikmat bo'lsa, Allah Teala'ga boysunuş, onun kıl degan işlerini qilish, u qayerga yuz keltirgan degan bo'lsa, shu yerga yuz keltirish va u yo'l qo'ygan narsaga ergishishdir. Mushunda qilish yaxshilik, taqvodorlik va komil iymon hisoblanadi. Kun chiqish yoki kun petish tarafga yuz keltirish Allah Teala'ning buyrug'i va uning yo'l qo'yib berishi bilen bo'lmasa, u yaxshilik ve Allah Teala'ga boysunganlik hisoblanmaydi. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Allah'a ularning go'shtlari ve qonlari yetib bormaydi. Allah'a yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ebu Aliye mundaq deydi: Yahudilar kun petish tarafga, Hristiyanlar kun chiqish tarafga yuz keltirdi. Ondan Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Sizlerning kun chiqqan ve kun patqan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Yani iman sözünün haqiqati bo'lsa, amal qilishdir. Belki Allah'a, ahiret kuniga, farishtalarga, kitobga, yani Allah nazil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iman keltirish. İmam Sevri bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi: Bu ayet bütün yaxshiliklarning turlarini o'z ichiga oladi. U nihoyatda to'g'ri aytgan. Chunki bu oyatdagi ishlar bilan sifatlangan kishi hamma tarafdan islomning ichiga kirgan va bütün yaxshilikni o'z ichiga mujassamlashgan bo'ladi. U bo'lsa-mu, onundan başka ibadetki layık zat bulmagan bir Allah Teala'ga iman keltiriş ve Allah Teala bilen onun peygamberlerinin varlığında elçi bulgan periştilerinin varlığı işiniş. Kitapka, yani Allah nazil kılgan kitaplarga
Bu burunqi payg'ambarlarga tushgan kitoblardan boshlab eng oxirgisigacha, ya'ni butun yaxshilik jug'langan dunyo va oxiratning baxt saodatini o'z ichiga olgan nozil qilinishi bilan tang boshqa kitoblarning hukmini bekor qildigan va o'zidan burunqi barliq kitoblarni tasdiq qildigan kitoblarning eng ulug'i Qur'oni Karimgacha bo'lgan kitoblarni o'z ichiga oladi. Allohni so'yish yuzasidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, ya'ni molni yaxshi ko'rib va uningga qiziqib turib kishilarga berganlarni ko'rsatdi. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida Abu Hurayraning mundaq rivoyat qilganligi bayon qilindi. Teni salomat, o'zi muhtoj, boy bo'lishni orzu qilayotgan, yo'qsizlikdan qo'rqib turayotgan chaqda berilgan sadaqa eng yaxshi sadaqadir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytdi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarlar, yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutdi. Ularga berilgan narsalar uchun ichi torliq qilmaydi. Ular muhtoj turug'liq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. Allohni so'yish yuzasidan xish aqrabolarga, ya'ni er kishining urug' tuqqanlari sadaqa berishga layoqatli kishilardir. Ularning sadaqaga eng layoqatli kishi ekanligi to'g'risida hadisda mundaq rivoyat qilindi. Boshqa miskinlarga berilgan sadaqa bir sadaqa hisoblandi. Urug' tuqqanlarga berilgan sadaqa ikki sadaqa hisoblanadi. Buning biri sadaqa, yana biri tuqqandarchilik mehrini yetkizganlik uchundir. Ular sana sening yaxshiliginga va sening bir narsa berishingga eng layoqatli kishilardir. Alloh taolo ularga yaxshilik qilishni buningdan boshqa ko'p joylarda buyurib keldi. Alloh taolo ularga yaxshilik qilishni buningdan boshqa ko'p joylarda buyurib keldi. Yetimlarga, ya'ni ular balog'atga yetishdan va biror ishni qilaligidek bo'lishdan burun otillari o'lib ketgan, biror tirikchilik yo'li yo'q, ojiz va kichik bolalardir. Abdurrazzoq Ali radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Bir bola balog'atga yetib bo'lgandan keyin yetim hisoblanmaydi. Miskinlarga, ya'ni ular o'zlariga yetarlik taom, kiyim-kechak va turar joy, ya'ni uy topolmaydigan kishilardir. Bularga o'zlarining hojatiga yetarlik bir narsa berildi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Miskin degan bir tal yoki ikki tal xurmo, bir tishlam yoki ikki tishlam non bilan qaytadigan, ya'ni bir tal yoki ikki tal xurmo bersa yoki bir tishlam yoki ikki tishlam non bersa, shuni elib qaytib ketadigan, kishilarning uylarini aylanib yuradigan kishi emas, balki o'zining ehtiyojini qamdash uchun bir narsa topolmaydigan, kishilar uning ashu holida ekanligini bilmaydigan kishidir. Ibn sabillarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga. Ibn sabil mol mulki tugab qolgan musofir bo'lib, uningga o'zining yurtiga ketib olg'idek bir narsa berildi. Shuningdek yaxshi, masalan,
ilm elish yoki jihodga berishga o'xshash ishlarni deb safar qilmoqchi bo'lgan kishiga berib kelishga yetarli iqtisod berildi. Ularning ichiga mehmon bo'lib kelgan kishimi kirdi. Ali ibn Abu Talha bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mol mulki uzilib qolgan musofir degan musulmonlarning uylariga mehmon bo'lib tushgan kishidir. Mehmonning bularning qatoriga kiradiganligi to'g'risidagi ko'z qarashlar nurg'ulg'an olimlardan rivoyat qilindi. Saillar, ya'ni bir narsa so'rg'uchilarga zakot va sadaqa berildi. Va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, ya'ni xo'jayiniga ma'lum miqdorda pul to'lab, o'zini ozod qilish uchun tutishgan kishini ko'rsatdi. Namoz o'qish, ya'ni namozni uning ruku, sajda va uningdan boshqa farz vojiblarini islom dinida ko'rsatilgan bo'yicha qilib, o'z vaqtida ado qilish. Zakot berish, molning zakotini berish deganlik bo'ladi. Namoz o'qish, ya'ni namozni uning ruku, sajda va uningdan boshqa farz vojiblarini islom dinida ko'rsatilgan bo'yicha qilib, o'z vaqtida ado qilish. Zakot berish, molning zakotini berish deganlik bo'ladi. Ahdiga vafo qilish. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular Allohning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Bu mu'minlarning sifatlari, ammo munofiqlarning sifatlari buning aksidir. Payg'ambar alayhissalom munofiqlarning sifatlari to'g'risida mundaq deydi. Munofiqning alomati mundaq 3 turlik bo'ladi. So'zlisi yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qiladi. Omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Yana bir hadisda mundaq rivoyat qilindi. So'zlisi yolg'on so'zlaydi, ahd qilsa vafo qilmaydi, munozirlashsa yolg'onni so'zlash orqali haqdan chetnab ketadi. Yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish. Ya'ni peqir va kasal bo'lib qolgan vaqtida urush qilgan va urush qilish uchun dushmanlar bilan urushgan vaqtida sabr qilguvchilar. Ayni shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ya'ni yuqoridan boshlab bu yerga kelguchi bo'lgan sifatlar bilan sifatlangan kishilar o'zlarining iymonlarida haqiqiy rostchil kishilardir. Chunki bular o'zlarining dillaridagi iymonlarini hayotida o'zlarining so'z va amaliyatlar bilan ifodaladi. Ayni shular taqvodor odamlardir. Yuqori tilga ilingan o'zlarining iymonlarida rostchil bo'lgan kishilar Alloh taoladan haqiqiy qo'rqadigan kishilardir. Chunki ular harom ishlardan saqlanib, yaxshi ishlarni qildi. Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hör odam uchun hör odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilindi. Qotil uchun diniy qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ldirilguchining egisi qotildan diyet ilishga rozi bo'lib qisos ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyetni chiroyliqcha, yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytib o'tmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyetni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egillari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'zining o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi va o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishdan
nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisas yo'lga qo'yildi. Odam o'ltirgan qotildan qisas elishga buyurish va qisasning foydalarini bayon qilish. Alloh taolo bu oyatda: "Ey mu'minlar, Alloh taolaning sizlardan ilgariki kishilarga qisas elishda to'xtatib bergan qonundan chetnab ketib, Alloh taolaning hukmini o'zgartib etganidek, sizlarningmi Alloh taolaning sizlarga to'xtatib bergan qonundan chetnab ketmay, ozod kishiga ozod kishi bilan, qulga qul bilan va ayol kishiga ayol kishi bilan qisas ilib, odam o'ltirgan kishidan qisas olgan chig'inglarda odillik qilishinglar farz qilindi" deydi. Bu oyatning sababi bo'lsa, islom kelishdan ilgariki zamonda Qurayza qabilasi bilan Nazir qabilasi orasida urush bo'ladi. Nazir qabilasi urushda Qurayza qabilasidan g'olib keladi. Nazir qabilasidan birsi Qurayza qabilasidan bir odamni o'ltirsa, Nazir qabilasidagi kishi uni o'ldirganligi uchun o'ldirilmaydi. Ya'ni qisas ilinmaydi. Balki Qurayza qabilasidan o'lgan kishi uchun 100 vasat xurmo to'laydi. Agar Qurayza qabilasidan biri Nazir qabilasidan bir odamni o'ldirib etsa, u Qurayza qabilasidan o'ldirilgan kishi uchun o'ldiriladi. Agar to'lamoqchi bo'lsa, 200 vasaq, ya'ni 2 hassa to'laydi. Ondan Alloh taolo qisas olganda odillik qilishga, kufrlik va zo'ravonlik yuzidan Alloh taoloning o'zlariga tushirgan hukmlariga xiloflik qilib, yer yuzida buzg'unchilik ilib boradigan kishilarning yo'liga ergashmaslikka buyurib mundaq deydi: "Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisas ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisas ilindi. Alloh taolaning hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisas ilindi" degan oyatining hukmini jon degan oyat amaldan qoldirgan. Ya'ni er kishidan ayol, qul yoki hur kishi uchun qisas ilindi. Ko'pchilik olimlar musulmon kishi kafir uchun o'ldirilmaydi degan ko'z qarashda birlikka keldi. Imom Buxoriy Ali radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning buning pokiyati sifatida mundaq deganligini rivoyat qildi: "Musulmon kafirni o'ldirganligi uchun o'ldirilmaydi. Ammo Abu Hanifa Alloh taolaning ular, ya'ni Isroil avlodiga Tavratda shundaq belgiladiki, jonga jon, ya'ni nahaq odam o'ldiriladi degan oyati hammani o'z ichiga oladi. Shunga musulmon kafir uchun o'ldirildi degan qarashga keldi." 4 mazhab imom va ko'pchilik olimlar bir necha odam birlashib bir kishini o'ldirgan bo'lsa, ularning hammasi shu bir kishi uchun o'ldirildi dedi. Umar radhiyallohu anhu Yamanda 7 kishi birlashib bir kichik bolani o'ldirib etganda, ularning hammasini o'limga hukm qilib bo'lib mundaq dedi: "Agar uni o'ldirishga san'aliqlarning hammasi qatnashgan bo'lsa, ularning hammasiga o'lim jazosi beretdim." Umarning chiqargan hukmiga uning zamonasida sahobalardan hech qaysi qarshi chiqmadi. Bu xuddi hamma kishi birlikka kelgan bir hukmdek bo'ldi. Imom Ahmaddan ko'p kishi bir kishi uchun o'ldirilmaydi, bir kishi uchun birlik kishi o'ldirildi degan so'z rivoyat qilindi. Bu so'z Muaz ibn Zubayr, Abdul Malik ibn Marwan ibn Sayrin,
va Habib ibn Abu Sabit qatorliqlardan rivoyat qilingan. Qotil uchun diniy qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ltirilguchining egisi qotildan diyet elishga rozi bo'lib, qisas elishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyetni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytirmasdan to'liq berishi lozim. Bu oyatdagi kechirim qilinsa degan oyatning ma'nosi qasddan o'ltirish voqeasida qasddan o'ltirguchi o'ltirilgan kishining egalariga diyet bersa, o'ltirilgan kishining egalarining uni qabul qilishi degan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosining ashundaq bo'lganligi nurg'unlagan olimlardan rivoyat qilindi. Qotil uchun diniy qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ltirilguchining egisi qotildan diyet elishga rozi bo'lib, qisas elishdan voz kechsa, Zahhak bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. O'ltirilguchining egisi qotildan qisas elishga haqli turuqliq diyet elish orqali kechirgan bo'lsa, ondan bu kechirganlik bo'ladi. U jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Ya'ni diyetni qabul qilsa, u almoqchi bo'lgan kishi chiroyliqcha elishi lozim. Jinoyatchimi diyetni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytirmasdan to'liq berishi lozim. Ya'ni odam o'ltirgan kishi diyetni almoqchi bo'lgan odamlarga ziyon yetkazmasdan chiroyliqcha berishi lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Ya'ni Alloh taolo sizlardan ilgari o'tgan ummatlarga to'xtatib bergan ishlardan yengillatish va sizlarga rahmat qilish yuzidan qasddan bo'lgan o'ltirishdanmi diyet elishni yo'lga qo'yib berdi. Said ibn Mansur ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Isroil avlodiga o'ltirilganlar uchun qisos elish farz qilinib, diyet elish yo'lga qo'yilmagan edi. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning ummati uchun mundaq dedi: "Ey mu'minlar, o'ltirilganlar uchun qisos elish sizlarga farz qilindi. Hör odam uchun hör odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilindi. Qotil uchun diniy qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ltirilguchining egisi qotildan diyet elishga rozi bo'lib, qisos elishdan voz kechsa, bu yerdagi kechirish qasddan bo'lgan qotillikdan diyetni qabul qilishni o'z ichiga oladi. U jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyetni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytirmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning ummatiga rahim qilib, ulardan ilgari hech bir kishiga halol qilinmagan diyetni halol qilib berdi. Yahudiylarda qisos elish bo'lsa-mu, diyet elish yo'q edi. Xristianlar kechirib etishga buyurildi. Payg'ambar alayhisalomning ummatiga o'ltirilgan bo'lsa, qisos elish yoki diyetni qabul qilish, bir a'zoni zaxmlantirgan bo'lsa, to'lam to'lash yo'lga qo'yildi. Bu so'z boshqalardanmi o'xshash rivoyat qilindi. Shuningdan keyin, ya'ni diyetni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ltirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni o'ltirilguchining egisi diyetni elib bo'lgandan keyin qotilni o'ltirib etsa, uning uchun qattiq azob bor. Bu so'z nurg'unlagan olimlardan rivoyat qilindi. Qisosning foydasi va uning hikmati.
Sizlarga qisos hayotlik bor. Sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'ziningmi o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Ya'ni qisosning yo'liga qo'yilishida boshqa jonlarni saqlab qolishdan iborat cho'ng hikmat bor. Chunki odam o'ldirmoqchi bo'lgan kishi o'ziningmi o'ldirilganligini bilsa, odam o'ldirishdan yonadi. Shunglashqa qisosda boshqalarning hayoti saqlanib qoladi. Bu aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Alloh taolo qisosni boshqalarning hayot qilishining bir yo'li qildi. Bundaq bo'lishi kishilar birarsini o'ldirishni o'ylaganda, keyin o'ziningmi o'ldiradiganligini bilib, yomon niyatidan yonadi. Boshqalardanmi mushuninga o'xshash so'zlar rivoyat qilindi. Ey aql egalari, nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Ya'ni ey aql egalari, sizlarga qisosning yo'lga qo'yilishi sizlarning odam o'ldirishdan iborat Alloh taolo harom qilgan ishlarga tushib qolishinglardan saqlanishinglar uchundir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasining tafsiri 179-oyatgacha o'qidik. Oxirini davomlashtirib o'qiymiz inshaalloh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.